Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorlarimizda ko'rib turgan barcha turdagi texnikalaringni sizlarga qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Ungacha sizlar kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. Birinchi o'rinda beton kesadigan apparatlarimiz o'sha Instagram, YouTube kanallarimizda mashhur bo'lib ketgan beton kesadigan hamda teshadigan apparatlarimizni qisqacha video obzorlarini qilib o'tib ketamiz. Do'konimizda ko'rishlaringiz mumkin 15 sm gacha kesadigan variantlaridan ham yetib kelgan bolgarka sifat bo'ladi. Bolgarkaga o'xshab o'rtadan aylanish, kuchlanish beradi. 15 sm gacha kesadi. Diskli variantlarda motorlarining quvvati 3500 vattli motorlar bilan jihozlangan. O'zining ichidan suv nasozlari, kuluvchilari, garantiya qog'ozlari hamda o'zining shlankalari chiqadi. Garantiyalarini 6 oyga qilib beramiz. Narxlarini oxirida bo'lsa aytib o'tib ketamiz. Bolix brendidan motori katta, reduktori kichikroq variantlarda 30 sm gacha kesadigan variantlari yetib kelgan. Hozir bularni o'zini mana bunaqa tishlarini alohida yechib olib qo'yganmiz. Klientlar keladigan bo'lsa, bemalol qo'yib, foydalanib ko'rib, ishlatib, bemalol olsalaring bo'laveradi. O'zining ichidan shlankalari, kattagina suv nasozlari, o'zini pachimlik zapchaslarigacha qo'shib beriladi. Pachimlikda o'ziga harakat beradi hamda kalsoli pichoqlar bilan o'rnatilgan bo'ladi. Hamda Iramax brendiga tegishli yengil, motorlari ham katta, reduktorlari ham bularga qaraganda ancha katta variantlarda bo'ladi. 6 kilovatli motorlar bilan jihozlangan. Buni ham ichidan hamma yo'qlari chiqadi, komplekt qo'shib beriladi. Hamda Uragan brendidan eng katta beton kesadigan apparatimizdan yetib kelgan 40 sm gacha bo'lgan betonlarimizni bemalol kesib beraveradi. Pichoqlari ham original armazlik qalin pichoqlardan qilib ishlangan bo'ladi. Pachimlik bilan aylantiradigan 8 kilovatli motorlar bilan jihozlangan, e'tibor berasizlar. Reduktori ham eng katta variantlarda bo'ladi. O'zining ichidan kuluvchilari, garantiya qog'ozlari o'zini ko'rishlaringiz mumkin, suv nasozlarigacha chiqadi. Hamda beton teshadigan apparatlarimiz Jexo brendiga tegishli hamda Boda brendiga tegishli beton teshadigan apparatlarimizdan yetib kelgan. Jexo brendiga tegishli apparatimiz pastavkali ko'rinishda 220 likgacha bo'lgan turbalarga bemalol teshik ochib beradi. 3 kilovatli motorlar bilan jihozlangan. Hamda Boda brendiga tegishli apparatimiz bo'lsa, xohlasalaring ruchnoy qo'lda teshasizlar, xohlasalaring pastavkalari ham mavjud. Pastavkalarga qo'yib bemalol foydalanaverasizlar. Suvli variantlarda koronkalar alohida sotuvda mavjud. 51 lik, 83 lik, 112 lik hamda 168 lik koronkalardan olib kelib qo'yganmiz. Motorlari bularga qaraganda kichikroq bo'ladi. 2300 vattli motorlar bilan jihozlangan, yaqin 2,5 kilovat motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Hamda Baykal brendiga tegishli shlipovka apparatlarimizdan yetib kelgan original shlipovka apparatlarimiz bo'ladi. Nimaga original? Motorlari 1 kilovatli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Hamda o'zining led chiroq variantlarda, pilisosli variantlarda yetib kelgan bo'ladi. Umuman chang yetmaydi. O'zining ichidan najdak qog'ozlari, pilisosni qopchalari, uzaytirishga mo'ljallangan trubkalari ham kelib chiqadi. Xohlasalaring pilisosini ishlatmayman desalaring, mana shu yerdan yopib qo'ysalaring bo'ladi. Mana yopilyapti. Bemalol xohlagan ko'rinishlaringda ishlataverasizlar. 6 ta skorsli bo'ladi. Mana 6 ta skorsli. Xohlagan оборотlaringga moslab olib ishlatsalaring bo'ladi. O'zini o'chirib yoqadigan kulchatirlari. Hamda tepada ko'rib turganlaringdek taxtalarga hamda temirlarga kesishga mo'ljallangan tarsovka apparatlarimiz, bezrelsli variantlari hamda relsli variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Bularda o'zini tishlarini almashtiradigan bo'lsalaring, temirlarni ham, taxtalarni ham bemalol kesib foydalanaverasizlar. Pastda ko'rib turganlaringdek vibrator motorlar 0,25 kilovatdan boshlab 3 kilovatgacha bo'lgan 220 volt dislarmi, 380 volt dislarmi qanaqasiga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Hamda Iramax brendidan, Ubbay brendidan, Texa brendidan kafel kesadigan apparatlarimiz yetib kelgan. 80 sm, 1 metr, 120 lik variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Hammasi lazerli variantlarda bo'ladi. Temirlisi deganlarga temirlisidan, baquvvatroqdan, alumin deganlarga alumin yengilidan qilib beriladi. Kimga qanaqa texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga kelib arzon narxlarda xarid qilishlari mumkin.
manzil Qo'qon Navoiy massivida joylashgan bo'ladi, Yangibozor yonida bo'ladi. Video tagida nomerlarimiz ham mavjud. Agar kelib manzilni tushunmaydigan akalarimiz uchun biroz telefon qilsalaring, lokatsiyalarigacha tashlab beramiz. Yoki shu nomerlarga aloqaga chiqsalaring, dastavkalari ham mavjud. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarini chiroyli qilib beramiz. Kimga qanaqa apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar, mana do'konimizda ko'rishlaring mumkin. Barcha turdagi texnikalar bizning do'konimizda mavjud. Sizlar izlagan barcha turdagi svarka apparatlaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Elektrotni deysizlarmi, kemping svarka, Oregon svarka yoki kesishga mo'ljallangan plazma rez yoki shu apparatlarni hammasini bittaga jamlagan mana 4 tasi bittalik multimetni svarchni apparatimizdan ham yetib kelgan Oregon, kemping, plazma rez, elektrod kemping svarka qiladi. Bemalol qanaqa apparat kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Kanalimizga podpiska bosgan bo'lsalaring, arzon narxlarda ko'rib turgan barcha turdagi texnikalaringni qilib beramiz. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi. Qiziqarli videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga podpiska bosib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beriladi.